Tinchlikmi? Ketyapman, oyi. Qayoqqa ketyapsan? Muzaffarning yoniga. Men kecha shuncha gapni qayerga gapirdim? Oyi, axir nega tushunmaysiz? Men Muzaffarni yaxshi ko'raman. Sharmanda bo'lamiz-ku, axir. Nimalar deyapsan? Bizni o'ylayapsanmi hech? Oyi, nega tushunmaysiz? Men Muzaffarni yaxshi ko'raman deb sizga necha marotaba aytdim. Odamlar nima deydi? Qo'ysangizchi, oyi, odamlar qachongacha odamlarning gapi bilan yashamoqchisiz? Odamlar har doim gapirishgan. Bundan keyin ham gapirishadi. Jon oyijon, qizingizga ruxsat bering. Mana ko'rasiz, men albatta baxtli bo'laman. Dadamga aytsangiz ruxsat beradi. Oyijon, iltimos, ruxsat bering, dadamni ko'tarib bering. Muzaffarni yaxshi ko'raman, u ham meni yaxshi ko'rsin. Jannatdagi farzandlarim O'chir! Tarbiyasiz, o'chir! Qizim. Jon qizim. To'g'ri tushun, jon bolam. Axir biz seni shu umidlarda katta qildikmi? Odamlar nima deydi? Biz hushingni yig'ib ol, jon bolam. Bizni to'g'ri tushun. Jon bolam. siz qanaqa onasiz-a? Nega baxtimga to'sqinlik qilaverasiz, oyi? Nimaga meni baxtimni ko'ra olmaysiz? O'z farzandingizni baxtini ko'ra olmaydigan qanaqa onasiz? Nima sabab borki menga to'sqinlik qilyapsiz, oyi? Nega? Nega, oyi? Nimaga to'sqinlik qilyapsiz? Gapiring. Senga haqiqat kerakmi? Kerak. Bo'lmasa eshit. Muzaffarni chaqaloqlik paytida onasi chirillatib tashlab ketganda, men uni mana shu ko'kraklarim bilan emzib katta qilganman. Tushunyapsanmi? U seni akang bo'ladi. Qanday qilib inson o'z akasiga turmushga chiqishi mumkin? Oyi. Siz nima deyapsiz, oyi? Ha, bolam. Bu haqiqat. Meni olib qolish uchun mana shu yolg'onlarni to'g'ri chiqardingizmi? Yo'q, jon qizim. Siz qanaqa onasiz-a? O'z qizini baxtini ko'ra olmaydigan, o'z qizini baxtiga to'sqinlik qiladigan, o'z qizini yo'lini to'sadigan qanaqa onasiz? Meni siz ham, otam ham hech qachon to'xtatib qola olmaydi. Baribir ketaman. Pasportimni bering. Ketasan, ha? Ketaman. Yaxshi. Mana pasport. Bering. Bu pasport seniki ham, uniki ham bo'lmaydi. Men bu pasportga o't qo'yaman, eshityapsanmi? Nima qilyapsiz? To'xtang! Baribir o'shani oldiga ketasan, ha? Qiz boqqandan ko'ra it boqsam bo'lmasmidi? Yo'qol. Yo'qol, ko'zimga qaytib ko'rinma. Thank you.
Oyijon kechiring. Jon oyijon kechira qoling. Men ahmoq qizingizni kechiring oyi. Qizim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman jon oyijon. Kechira qoling oyijon, iltimos. Kechiring oyi.